Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu diabet kasali va uni davolash to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Yaqindan buyon bir necha qarindoshimiz mendan shu diabet kasalini operatsiya qilib davolash to'g'risida ba'zi savollarni so'ragan. Men bugun shu fursatdan foydalanib bu diabet kasalini operatsiya qilib davolashda qandaq davolash ilib bordi, u davolashninki mos keladigan bemorlari qandaq bo'ldi, ya'ni qandaq bemorlarga operatsiya qilib davolaydi degan to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman. Undaqda diabet kasali degan qandaq kasal deganda bu hammamizga ma'lum. Bu eng oddiy qilib aytgan vaqtida bu diabet kasali deganimiz qondagi shigar moddasininki yuqorilab ketishi va u sababdan paydo bo'lgan bir to'p ergashma kasalliklarni biz odatda diabet kasali deymiz. Diabet kasali bu ichki kasalliklarga tava kasallik bo'lganligi uchun u odatda operatsiya qilinmaydigan kasal doirasiga kirdi. Şuna bizde bu diabet kasalini davolashda asosan dori bilan davolash degan uqum shakllangan. Operatsiya qilib davolash bo'lsa, ko'pincha qarindoshlarga tonish bo'lmaganligi uchun doktorlar bu kasalga nisbatan operatsiya qilib davolashni qilish taklifini bergan vaqtida balkim ba'zi tushunmaslik, buni qandoq qilib operatsiya qilib davolaydigandi deb o'ylab qilishi mumkin. Shu sababdanmi bu qarindoshlar mendan so'ragan va yoki bu operatsiyadan keyingi bu kasalni davolash unimining qandoq bo'ladiganligi to'g'risida ba'zi andishlari bo'lganligi uchun bana ayrim xat yozib, bu kasalni operatsiya qilsa qandoq bo'ladi, qandoq oqibatlar kelib chiqadi, unumi qandoq bo'ldi degandagidek ashtaqa savollarni so'ragan edi. Men bugun bu fursatda shu diabet kasali to'g'risida qisqacha tushuntirish ilib berish bilan birga qandoq kasalliklarni operatsiya qilib davolaydiganligi to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Diabet kasali deganimizda odatda ikki xil diabet kasali bo'ldi. Birinchisi birinchi turlik diabet kasali. Bu birinchi turlik diabet kasalida asosliqi shu badanda shu shakar moddalarini parchalab, uning muskullar tarafidan qo'llanilishi uchun yordam beradigan insulin degan moddaninki kam bo'lishi sababidan kelib chiqqan diabet kasalini biz insulinga tayindigan diabet kasali yoki birinchi turlik diabet kasali deb ataymiz. Buning asosli sababi men yuqorida deb o'tgandagidek, shu oshqozon bezida ajratib chiqarilgan insulinninki kam bo'lishi. Shu sababdan bu badan da shu shakar moddasini yaxshi qo'llana olmaslik sababidan qondagi shakar moddasi yuqorilab ketish va shu sababdan bir to'p ergashma kasallar paydo bo'ladi. Buni biz shu birinchi turlik diabet kasali yoki insulinga tayinadigan diabet kasali deb ataymiz. İkinci türlük diabet kasali bo'lsa, bu eng ko'p uchraydigan diabet kasali bo'lib, bu kasalga giribdor bo'lgan kishilarningki oshqozon osti bezida odatda yetarlik insulin ishlab chiqara oladi. Biroq badanda shu bo'libmi bak muskulninki glukoz ishlatishida shu insulinga qarshilik kuch paydo qilgani uchun ya'ni insulin badanda o'zininki iqtidorini joyida ishlatilmaganligi uchun, ya'ni bu insulinga qarshi kuch paydo bo'lib qolganlik sababdan insulin o'z xizmatini joriy qildira olmaslik sababidan badandagi ya'ni qondagi shakar moddasiniki yuqorilab ketishi sababidan
kelib chiqqan bir top ergashma kasalliklarni biz ikkinchi turlik diabet kasali deymiz. Bu kasalning asosli sababi hargizmi birinchi turlik diabet kasaliga o'xshash insulin moddasiniki kam bo'lishidan emas, balki insulin moddasiniki o'z iqtidorini joriy qildirolmaslik sababidan bo'ladi. Bularda ko'pinchisi bu semiz kishilarda yoki oilasida shu diabet kasali bo'lgan kishilarda ko'p uchraydi. Birinchi va ikkinchi turlik diabet kasalininki qandaq farqlari bor degan vaqtida birinchi turlik diabet kasali uncha ko'p uchirmaydigan bo'lib, butun diabet kasalining 10%ni tashkil qiladi. U ko'pincha kichik bolalarda va yoshlarda ko'p uchraydi. Anandan keyin davolashdimi shu boshdan boshlab kelsa insulin ishlatishga to'g'ri keldi. Ikkinchi turdagi diabet kasali bo'lsa, shu butun diabet kasalining ichida eng ko'p uchraydigan diabet kasali bo'lib, yana 90% diabet kesili, ikkinchi turdagi diabet kesili kirdi. Anandan keyin bu diabet kesilining qo'zg'alishimi asosan 40 yoshdan yuqoridagi, ya'ni semiz kishilarda ko'p uchraydi. Undaqda bu diabet kesiliga qandaq diagnoz qo'yildi degan vaqtida yoki bo'lmasa bu qondagi shakar moddasi qanchalikdan ishib ketgan vaqtida diabet kesiliga diagnoz qo'yg'ili bo'ldi degan vaqtida buningki tekshirishda asosligi o'xshamagan sharoit ostida shu qondagi shakarni o'lchash orqali bu diabet kesiliga diagnoz qo'yiladigan bo'lib, och qo'saqda, ya'ni tamoq yemagan ahvol ostida 126 milligram yoki 7 millimoldan yuqori bo'lsa diabet kesili deb diagnoz qo'yishga bo'ladi. Anandan keyin tamoqdan keyin qondagi shakar moddasi 200 milligram yoki 11/1 millimoldan yuqori bo'lsa-mu, ya'ni diabet kesili deb diagnoz qo'yishga bo'ladi. Albatta, bu bir qitimliq bilan diagnoz qo'yiladigan ish emas. Bir necha qitim qayta o'lchaganda davomli shunday chiqaversa, anandan keyin rasmiy diabet kesili deb hukm chiqarishga bo'ladi. Normalda hamda bizningki och qo'saqdagi qondagi shakarning miqdori 108 milligramdan yoki 6/1 millimoldan tuvan bo'ladi. Tamoqdan keyingi 2 soat vaqt ichida bu qondagi shakarning miqdori 140 milligramdan yoki 7-8 millimoldan tuvan bo'ladi. Shu normal bilan shu diabet kesilining orliqida bo'lib qolsa, hamda ehtimol shu kelgusida qisqa vaqt ichida diabet kesiliga taraqqiy qilish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni buni biz diabet kesiliningki oldingi mazgili deb ataymiz. Bundaq kishilar tamoq yemak-ichmakka alohida diqqat qilishi, badan ig'irligini kontrol qilishga alohida diqqat qilishi, anandan keyin qarorlik tekshirib turishi kerak. Bundaq kishilar agarda yaxshi diqqat qilsa, balkim diabet kesiliga taraqqiy qilmasligi mumkin. Agar yaxshi diqqat qilmay qolib qolsa, yaqin kelgusida diabet kesiliga taraqqiy qilishi mumkin. Diabet kesilini davolash, hamda diabet kesilini qanday davolash degan vaqtida hamda bu birinchi turdagi diabet kesili bilan ikkinchi turdagi diabet kesilini davolashda xili cho'ng farq bo'lib, buningda ikkilasidagi o'rtoqlik tamoqdan parhez tutish, lekin davolashda birinchi turlik diabet kesili asosan boshdan boshlabla insulin udirish orqali davolashga to'g'ri keladi. Chunki bu birinchi turlik diabet kesiliga giribdor bo'lgan kishilarda badanda yetarlik insulin ishlab chiqarilmaganligi uchun badandagi qondagi shakar yaxshi qo'llanilmaydi, ya'ni parchalanmaydi. Shu sababdan qondagi shakar moddasi yuqorilab ketadi. Shunga buni hal qilishdan birdan bir usul shu
badandagi kam insulinni to'liqlash. Insulinni to'liqlash uchun bir tarafdan yani insulin udirish orqali to'liqliqli bo'lsa, yana bir tarafdan shu insulin ishlab chiqaradigan oshqozon osti bezidagi masalani hal qilishga to'g'ri keldi. Buninglik uchun birinchidan shu oshqozon osti bezini almashtirish, bu operatsiya qilish. Bu operatsiya nihoyatda cho'ng bir operatsiya bo'lib, hamma odamlarga mos kelishi yoki hamma odamlarda ilib berilishi notayin. Uningdan boshqa hamda oshqozon osti bezini almashtirish emas, balki oshqozon osti bezidagi shu insulin ishlab chiqaradigan beta hujayra joylashgan bez orollari, ya'ni oislatni almashtirish. Bu hozir shu birinchi turlik diabet kasalini davolashda tadqiqot bosqichidagi bir xil davolash bo'lib, texi umumyuzlik reallikqa aylangani yo'q, balkim yaqin kelgusida bu davolashmi bora-bora insonlarda qo'llanilishi mumkin. Eng oxirida shu birinchi turlik diabet kasalini g'ul hujayra orqali davolash. Ya'ni g'ul hujayra orqali badanda shu insulin ishlab chiqaradigan beta hujayrasini paydo qilish orqali badanningki insulin ishlab chiqarish iqtidorini asli keltirish va shuning bilan bu birinchi turlik diabet kasalini taltukis davolash maqsadiga yetish. Bu hozirmi tadqiqot bosqichida turayotgan bir xil davolash. Endi ikkinchi turlik diabet kasalini davolashga kelsak, albatta buningda tomoqdan parz tutish nihoyatda muhim. Uningdan boshqa o'ruqlash, badan chiniqtirishmi shu ikkinchi turlik diabet kasalligining boshlangan dastlabki mazgillarda nihoyatda muhim. Ko'pincha kishilar balkim shu ikki xil usul orqali diabet kasalini kontrol qila olishi mumkin. Diabet kasali agar shu bosqichda kontrol bo'lsa, taraqqiy qilmasa, dori ishlatishninki va yoki insulin ishlatishninki hojat qolmaydi. Agar bu ikki xil usul yaxshi unum bermagan vaqtida, u vaqtida bu diabet kasalini dori bilan davolashga to'g'ri keldi, ya'ni shakarni to'valtadigan dorilarni ishlatishga to'g'ri keldi. Agar bu dorilarmi qondagi shakarni yaxshi kontrol qilamagan vaqtida, eng oxirisida insulin udirishga to'g'ri keladi. Endi diabet kasaliga giribtor bo'lgan qarindoshlar bo'lib, insulin udirib baqqan qarindoshlar uqishi mumkin. Bu nihoyatda bir avorchilik davolash bo'lganligi uchun, ya'ni insonlar 3 vaqt tomoq yegan vaqtida har zaman shu insulinni udirib turishga to'g'ri kelganligi uchun nurg'un qarindoshlar buni uzun muddat davom qilishda bir xil avorchilik his qilishi mumkin. Shu sababdan ba'zi doktorlar shu bemorlarni insulin udirishdan xoli qilish uchun ba'zi operatsiya qilib davolash usullarini o'tirg'i chiqargan va bu davolashlarniki hozir yaxshi unum berayotganligini qayd qilmoqda. Hemen tövende bu to'g'risida azroq to'xtalib o'tmoqchi. Hemen yuqori deb o'tgandagidek, shu birinchi turlik diabet kasalini davolashda ba'zi operatsiya qilishi davolash usullari. Hozir hamda moda bo'layotgan bir tadqiqot bosqichidagi davolash, ya'ni yaqin kelgusida unum berish imkoniyati bo'lgan davolash usuli shu oshqozon osti bezidan shu bez orollarni ayirib chiqib, bu saq haliqi shu piday bo'lgan insonlarniki nimasidan oshqozon osti bezidan yoki ma'lum kasalliklar tufaylidan ulab ketgan kishilarniki oshqozon osti bezidan shu insulin ishlab chiqaradigan bez orollari, ya'ni islet deganni ayirib chiqib, uni shu birinchi turlik diabet kasaliga giribtor bo'lgan insonlarniki jigar tomiriga urish orqali jigarda shu islet yoki bez orollarini shu jigarga kirgizib, shu orqali badanda kam bo'lgan insulin ishlab chiqarishga yordam berish. Bu bir
tədqiqat bosqichidagi davolash bo'lib, buningmi ba'zi aks ta'sirlari bo'lganligi uchun bu texi insonlarda to'liq qo'llanilmagan bir davolash usuli. Uningdan boshqa hozir hamda biroz istiqboli bor deb qarayotgan davolash mushu bez orollarni, ya'ni insulin ishlab chiqaradigan beta sel beta hücre joylashgan bez orollarni mushu börekninki parda ostiga urish orqali shu yerda shu insulin ishlab chiqarish va bu insulin orqali shu birinchi turdagi shu diabet kasalini davolash. Bumu hozir tadqiqot bosqichida bir davolash usuli bo'lib, balkim yaqin kelgusida agarda alayda bir aks ta'sirli bo'lmay qolib qolsa, insonlarda sinov qilinishi mumkin. Bu shu birinchi turlik davolashdagi hozir tadqiqot bosqichidagi bir davolash usullari. Endi shu eng ko'p uchraydigan, ya'ni diabet kasalining 90% ni egallaydigan ikkinchi turlik diabet kasalini operatsiya qilib davolashda qandaq davolash usullari bor degan vaqtida bu asosligi shu badanga kirgan tomoqni kontrol qilish, ya'ni ig'irlikni to'valtish maqsad qilingan bir xil davolash bo'lib, buningda bir xili shu oshqozonninki ko'p qismini kesib ilib o'tish orqali badanning insonlarninki qo'sqining to'yish tuyg'usini oshirish, ya'ni azroq tomoq yesa to'ydigan bir holatni paydo qilish orqali birisi badanga kirgan tomoqning umum miqdorini to'valtish, anandan keyin ikkinchisi eng muhimi badan ig'irligini kontrol qilish, ya'ni o'riqlatish orqali bu diabet kasalini davolash maqsadiga yetish. Ikkinchisi oshqozonni kesib ilib aksincha oshqozon va 12 barmoq uchaydan otlab o'tish operatsiyasi. Ya'ni oshqozonning az bir qismini oshqozon shaklida qo'yib, u oshqozonning u qismini 12 barmoq uchayning keyniga ulash. Ya'ni buni mundaqcha aytgan vaqtida oshqozonning ko'p qismi 12 barmoq uchayni otlab o'tish operatsiyasi deb ataymiz. Bu operatsiyadami asosligi badanga kirgan tomoq miqdorini kontrol qilish, anandan keyin bemorlarning badan ig'irligini to'valtish, o'rg'iltish maqsadi orqali bu diabet kasalini davolash maqsadiga yetish. Bu ikki xil davolashninki hozir hamda unumi alayda yaxshi bo'layotganligi bo'libmi bak, shu semiz kishilarninki o'rg'lash orqali bu diabet kasalini kontrol qilish, anan birisiga shu tomoqni yuksak darajada kontrol qilish orqali diabet kasalini davolash maqsadiga yetadigan bo'lib, bu davolash usuli alayda semiz odamlarda ayt yaxshi unum berib o'tibdi. Hamda buningki eng muhim bir aks ta'siri bo'lib qolsa, ba'zi kishilarda bu oziqlik yetishmaslik bo'lib, shu mineral moddalar va yoki vitamin degandek ba'zi badanga muhim moddalarninki kamligini paydo qilish ehtimoli bor deb qaralmoqda. Chunki bu oshqozonninki ko'p qismi kesib ilib o'tilganligi uchun yoki bo'lmasa ikkinchi turda shu badanga kirgan tomoq 12 barmoq uchayni otlab o'tganligi va oshqozonninki hajmi nihoyat yuksak darajada kichikiltirilganligi uchun ba'zida oziqlik kamlik paydo bo'lib qilish ehtimoli bor deb qaralmoqda. Uningdan boshqa jihatda hozir qadar shu diabet kasali bo'lib, semizlikka munosabatlik diabet kasalini davolashda alayda unum bergan bir operatsiya qilib davolash hisoblandi.
Albatta, buningki bu xil davolashning hamma odamga mos kelishi natayin bu faqatla mushu alohida semiz bo'lgan odamlarga, ya'ni alohida semizlikdan kelib chiqqan diabet kasaliga unum berdi. Buning operatsiyaninki ikki xil nimasi bo'lib, birisi mushu badan ig'irlik ko'rsatkichisi 35 dan yuqori bo'lganlar, ikkinchisi 40 dan yuqori bo'lganlar. Hamda mushu badan ig'irlik ko'rsatkichi 40 dan yuqori bo'lganlarga unimining texim yaxshi bo'lganligi o'tirib qo'yilmoqda. Shunga bu davolash usuli hamma diabet kasaliga emas, faqat va faqatla semizlik sababidan kelib chiqqan diabet kasaliga qo'llanilgan bo'lib, ularda alohida unum beradigan bir davolash hisoblanmoqda. Endi bu yerda men mushu badan ig'irlik ko'rsatkichi, yani BMI degan to'g'risida ozroq qo'shimcha qilib qo'yay. Chunki bu operatsiya asosan mushu BMI yoki badan ig'irlik ko'rsatkichisi 35 dan yuqori insonlarga qo'llanilgan bo'lib, bu BMI yoki badan ig'irligi ko'rsatkichni hisoblashning usuli badan ig'irligi, ya'ni kilogramm bo'yicha olgandagi badan ig'irligiga, anandan keyin bo'yning egizligi, ya'ni metr bo'yicha olgan bo'y egizliginiki kvadratiga bölüş orqali hisoblashga bo'ldi. Odatda bu BMI degani nimiz mushu 18,5 bilan 24,9 ning orasida bo'lsa normal bo'ladi. 25 bilan 29,9 ningki orasida bo'lsa badan ig'irligi ishib ketgan bo'ladi. Anandan keyin 30 bilan 35 ning oralig'ida bo'lsa birinchi darajalik semizlik, anandan keyin 35 dan 40 gacha bo'lsa ikkinchi darajalik semizlik hisoblanadi. Andan keyin 40 dan yuqori bo'lib qolsa uchinchi darajalik semizlik. Ya'ni bu diabet kasalini operatsiya qilib davolash usuli asosan mushu BMI yoki badan ig'irlik ko'rsatkichisi 35 dan yuqori bo'lganlarga mos keladi. Ya'ni ikkinchi darajalik va uchinchi darajalik semiz kishilarga mos keladi va ularda alohida unum berdi. Uningdan boshqa alohida semiz bo'lmagan kasalliklarga nisbatan uningki unumi uncha yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Agar qarindoshlarniki savol bo'lib qolsa, menga ayrim yo'llasanglar bo'ldi. Menglarniki anglag'ininglar, ko'ngil qo'yib anglag'ininglarga rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelaqtim ko'rishaylik.